Sizda qon quyuqligini qanaqa aniqlashni bilasizmi? Demak, общий analiz крови analizini topshirasiz. Aynan u yerda trombotsit, trombokrit va gematokrit degan analizlar bor. Ana o'sha bo'limlarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar ular normadan ortishni boshlagan bo'lsa, demak sizda qon quyuq. Aynan shu общий analiz кровida bizda soya degan termin ham joylashgan, eng oxirida keladi. Xo'p, uni normadan balandligi nima degani? Qon aylanishi sekinligini bildiradi. Ko'pchilikda hammasi yaxshi chiqadi. O'sha trombotsit, gematokrit hammasi yaxshi chiqadi. Gemoglobini ham normada, lekin soya balandlashib ketgan bo'ladi. Bu yerda qonning sifati yaxshi, lekin mana shu sifatli qon bo'la turib ham qon yaxshi aylanmayapti. Bu ham keyinchalik qon quyuqlashishiga olib keladi. Bu nafaqat oshqozonchak sistemasi kasalliklarini davolashga to'sqinlik qiladi, balki qolgan sistemani, organlarning tuzalishiga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Bizning klinikada aynan shu qon aylanishini tezlashtirish, qon quyuqligini yo'qotishga qaratilgan muolajalar ketma-ketligi bor. Agar sizda va yaqinlaringizda qon quyuqligi muammosi kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu videoni ularga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.